Gulni sotish haqida gapiramiz. Hozir gul sotish muhokamasi juda ham ko'p bo'lyapti. Storieslarimdan so'radim qizlardan nima bo'lyapti deb va nechtadir mana obunachim yozib yubordilar. Men shu temani olib chiqishimni iltimos qildilar va bularni hammasini eshitib, videolarni ko'rib, men o'zimni fikrimni bildirmoqchiman. Hozir yigitlar qizlarga gul bergan paytlari даже nagla so'rayotgan ekanlar, "Shu meni gulimni sotmayapsanmi? Nifiga себе." Men birinchi bo'lib o'zim haqida aytaman. Bu situatsiyaga men o'zim qanday qilardim? Agar meni yigitim, erim emas, yigitim meni sharoitim yo'q paytida menga katta buketlar bersa, ularni точно sotardim. Chunki hech qaysi qiz yigitiga напрямую aytib bilmaydi, что meni sharoitim yo'q, menga gul emas, pul ber yoki bozorlik qilib ber yoki qanaqadir rasxodimni qopla deb bilmaydi. Hozir meni erim bor va men erimga nagli aytib bilaman, menga gul olib bering, kim olib bering, или meni produktga pul tashlang, yo'limga pul tashlang. Chunki u kishi meni erim va men erimga любой narsani aytib bilaman, so'rab bilaman. Menga erimni eng qimmat gul olib berganlari $150 oshganmi, shunaqa. Lekin qarasam agar gulchi yaxshi bo'lsa, bir hafta, bir yarim hafta turadi. Agar gulchi yaxshi qilmagan bo'lsa, natvalik qilgan bo'lsa, maksimum 3 kun, 4 kun turadi. $150 просто musorgada. Men o'ylaymanki, ko'p o'g'illar, yigitlar, erkaklarning o'ziga ham plus katta buket berib bilmaydigan, sharoiti yo'q erkaklar, даже xotiniga, qizga emas, xotiniga gul berib bilmaydi. Ko'pincha qizlar, ayollar aytishadi, что menga erim biron marta gul bermagan. Agar sizning sharoitingiz bo'lmasa, mana shuni Telegram kanal Реально men agar bilardim, что shunaqa Telegram kanal bor. Bu birinchidan biza ayollar bir-birimizni podдержка qilishimiz, to что kimnidir sharoiti yetmasa, o'sha kanalga kimdir sotadi gulini, biza olib, o'zimizni xursand qilamiz va u odamga yordam beramiz. Или 300-400 mingga olib podarka qilishi men hech qanaqa uyat joy deb bilmayman. Videolar gul haqida u yerda erkaklar в основном kommentariya yozganlar. Endi qizlarga gul berishdan qo'rqasiz, mabodo uni sotsa, tuda-suda deb mana shunaqa kommentariyalarda, tipa noshkurlar, shuncha gul sotib olib berasan, ular sotishar ekan. Tagda men o'ylaymanki, sizlar birinchi so'rashlaringiz kerak. Men mana shuncha pulga senga gul olmoqchiman, nima deysan? Senga gul olib beraymi yoki seni yeyishingga, ichishingga, yo'lingga puling yo'qmi? Yoki kvartirangni pulini to'lash kerakmi? Yoki seni qanaqadir yana rasxoding bormi? Qish kelyapti, senga может palto, kurtka olib berish kerakmi? Mo'za olib berish kerakmi? Boshqa narsami? Nagli so'ranglar, agar sizlar gullaringizni sotib qo'yishlaridan qo'rqayotgan bo'lsalaringizlar.